Bugun sizlarga o'zimni firmenniy smash burgerimni tayyorlab beraman. Bulочкasidan sousigacha o'zimiz tayyorlaymiz. Mazasi ajoyib bo'ladi. Birinchi bo'lib karamelli piyoz tayyorlaymiz. Piyozni xuddi videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Qizigan tovaga yog' quyib, piyozni solamiz, ozgina shakar va tuz solib dimlab pishiramiz. Piyozimiz jim holiga kelgandan keyin balzamik uksus qo'shib aralashtiramiz va karamelli piyoz tayyor. Burger mazasini belgilab turadigan narsa uni sousi bo'ladi. Bizga slobodani zaytunli mayonezi va tomatli ketchupi kerak bo'ladi. Ularni bitta idishga solib, marinovani bodring, garchitsa va bodringni marinadidan qo'shib aralashtiramiz. Burger uchun ideal sous tayyor. Burgerimizga kartofelni bulочка pishiramiz. Xamirda kartofelni pyure bo'lgani uchun u juda mayin va yumshoq bo'ladi. Bulочкani tayyorlanishini batafsil qilib YouTube kanalimda ko'rsatganman. Bulочkalar pishib chiqdi. Ularni ikkiga bo'lib sariyog'da qizartirib olamiz. Endi tovani yaxshilab qizdirib, 60 grammlik svejiy qiymani solib, yaxshilab smash qilamiz. Tuz, murch berib, o'giramiz va pishloq qo'yib 1 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Burger uchun hamma narsa tayyor. Sous, go'sht, sir qilib taxlab chiqamiz. Karamelli piyozni ham ayamasdan solamiz va ustini yopamiz. Smash burger tayyor. U juda ham suvli, yumshoq va mazali bo'ladi. Souslariga botirib yesanglar yana ham maza qilasiz. To'liq retsept har doimgidek video opisiyaniyasida bo'ladi. Videoni burger do'stingizga yuboring.